Men oxiri shu qarorga keldim. Turmush o'rtog'im menga vobshe qarshilar, yo'q deydilar, lekin men o'zim yaxshi ko'rgan ona sifatida va bolalarimning kelajagini o'ylab shu qarorni qabul qildim. Ya'ni uyimdan chiqayotgan chiqindini sortirovka qilishni boshladi. Bunga nima sabab bo'ldi? Yaponiyada Kamikatsu qishlog'i dunyo miqyosida birinchi o'rinda non-waste qishloq deb tan olinganligi bunga sabab bo'ldi. Ya'ni u qishloqda aholi o'zini musorini yuvib tozalab 40 dan oshu sortirovka qilib, uni yana maxsus joyga topshirishadi va u yerda mahsulotlarga qayta ikkinchi hayot beriladi. Ya'ni ulardan qayta narsalar yasaladi, buyumlar yasaladi va ular aholiga bepulga beriladi. Hozirda birinchi o'rinda turadi tozaligi bo'yicha va qishloqdan umuman musor chiqmaydi. Hattoki po'choqlarni ham ular o'zligi kompost qilib, keyin o'g'it sifatida ishlatishadi. Endi tasavvur qilyapsizmi, bu qanaqa darajada toza joy, umuman atrofda 1 gram musor yo'q va juda ham toza havo degan. Bolalar qanaqa mazza qilib yashaydi, o'zingiz qanaqa rohatlanib nafas olasiz. Siz ko'chadagi chiqindilarga munosabatingiz qanaqa? Va chiqindilarni ajratasizmi? Yoki bu siz uchun yengillik bo'ldimi? Kommentga yozing. Bu videoni hamma O'zbekistonda yashayotgan odam ko'rishini juda ham xohlayman. O'shaning uchun hammaga jo'natishingiz kerak deb o'ylayman. Nega? Chunki bu videoyimdan kelib chiqib har bitta odam hattoki ko'chaga musor tashlamasdan o'sha musorini musor idishga yoki o'zi bilan olib kelib uydagi musorga tashlashi bu men uchun wow natija.